Endi Uzcard Humo va O'zbekistondagi ikkita to'lov tizim prosessingi solishtirayotganimiz ikkita Amerikada joylashgan Visa va Master to'lov tizimlari bo'ladigan bo'lsa, bular to'rtalasi ham xususiy hisoblanadi. Humo ham yaqinda xususiylashtirilgan. Amerikada ham ikkita katta global katta tizim bor, lekin ular butun dunyoda ishlaydi. O'zbekistonda Humo va Uzcard bular endi hozir chet atrofimizdagi davlatlar bilan boshqa davlatlar bilan integratsiyalar, har xil qo'shma loyihalarni amalga oshirib, ular ham globalga chiqishi oldilariga maqsad qilib qo'ygan. Asosan o'sha integratsiyalar orqali bu bir-biriga o'sha o'xshash tomonlar deb oladigan bo'lsak, hozir Otabek aytib o'tganlaridek, asosan infrastrukturasi Uzcardniki ham Humoniki ham O'zbekistonda joylashgan. Xorij bilan tarmoqda yoki qanaqadir uzilishlar bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bu uzilishlarga juda ham ustuvchilik deydi, o'zbekchasiga bardoshliroq hisoblanadi. Bu birinchi o'sha farqi hisoblansa, undan keyingi farqlari umuman masalan loyiha deb oladigan bo'lsak, bir biznes deb oladigan bo'lsak, hech qaysi bir biznes bir-birini takrorlamaydi. Uzcard masalan Visa Masterni takrorlamagan yoki Visa Master Visani takrorlamagan, har bittasini o'zini maqsadli auditoriyasi bor va o'zini bir ajralib turadigan qiymatlari bor. Xuddi shunaqa Uzcard bilan Humoniki ham bir-biridan ancha ayrim servislari, ko'rsatiladigan xizmatlari, tranzaksiyalarni obrobotka qilishi, banklar bilan bo'ladigan shartnomalari, tariflari, oxirgi karta egalariga ko'rsatilayotgan xizmatlarida ham o'z farqlari bor. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan Uzcard va Humo O'zbekistondagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda servislarni taqdim qiladi.